Bilaging mana shunday baquvvat ko'rinishni istaysanmi? Baquvvat ushlash uchun rekordlarni sindiradigan va qo'l berib ko'rishganda odamni cho'chitadigan darajada. Unda qo'llaringni erkalashni bas qil va mana bu mashqlarni bajar. Mashqni gantelni burish va orqaga bukish bilan boshla. Gantelni ichkariga bura, ushlashni mahkam ol va kaft pastga qaratilgan holda kuch bilan buk. Bu kombinatsiya sening braslet va bilak mushaklaringni kuchaytiradi. Tebranib o'zingcha noto'g'ri harakatlar qilma. To'za podxod qil. Keyin bir sochiq va bitta gantel ol. Sochiq bilan bilak bukish mashqini bajar. To'g'ri bu g'alati tuyulishi lekin ishonur senga juda ham kuch beradi. Sochiqni yirtib yubormoqchi bo'lgandek siq va og'irlikni faqat bilak kuchi bilan buk. Endi shtanka bilan bilak aylantirishga o'tamiz. Hech qanday tebranma harakat yo'q, faqat bilaklar yonma-yon aylansin, xuddi og'ir dvigatelni aylantirayotgandek. Keyin orqa tomonda bilak bukish mashqi. Shtangani pastga osilib tursin. So'ng faqat bilak kuchi bilan yuqoriga buk. Sekin, og'riqli, ammo samarali. Keyin turgan holda bilakni orqaga bukish mashqini bajar. Shtanga oltinga, kaft pastga qaratilgan. Firibgarlik bo'lmasin. Mashq yarmiga yetganda bilaklar titray boshlashi kerak. Mashqni shtanga bilan orqaga bukish mashqi bilan yakunla. To'liq harakat qil. Bu mashqni har hafta bajarsang, ushlash kuching juda ham oshadi.